Assalomu alaykum, Universal 95. Mana Laval 1654 ga Buxoroga Rametan tumanida yasagan poloqimiz. Hamma narsasi Limkendan. Limken stoyka, Limken boshmaq, Limken atval, predplojniklari bari narsasi 4 korpus. Time oldu. Xudo xolasa egalarni topshiramiz. Hamma silinderlarni qo'yib, yig'ib, kraskalarni taxlab bo'ldi. Ramdan tashqari hamma narsasi zavodskoy. Böyle şeyler. 8 şpilka, 6 şpilka temirde girecek. Boynunu 5 korpusga moslandı, yesinin zakazına qarab. Eğer traktor qiynalmasa, kuchi yetsa, dalşı 5-chi korpusni quratacak. Shuning uchun rami, mo'yni hamma narsasini 5 korpusga chidaydigan etib, 5 korpusga moslanib yasaldi. Poloqimiz tayin. Ko'pchilik kommentariyada so'raydi, baholarni chason bo'ladi deb bahasini aytib o'tib ketamiz. Predplojnigi yo'q holatida shunday 4 korpus 85 million so'm. Zavodskoy stoyka bilan. Predplojniklari stoykasi 4 million so'mdan 5 korpusga qo'ydirasizlarmi, 4 korpusga qo'ydirasizlarmi? 85 million so'm 5 predplojnik 4 korpus. 5 korpusu 5 predplojnik 95 million so'm bahası. Stoykası 4 million so'mdan üstüne dabak bo'lib boraveradi. 16 million so'm 4'ligi, 20 million so'm 5'ligi.